cho'ng tipdagi vahimalik asar Qora mushuk. Asar avtori İftixor munbiridan Farhodjon Tursun Sirliq. 4. qism. Men uni aytiga ulaşammasam diye gapini tushunmabdim. deb texmi qattiq yig'lashga boshladi. Dadam beshini silab, "Yig'lama balam. Odam amay ketidi. Lekin sen yoshing kerak. Qachonlarni bizni uyga chiqsang, sen uchun qo'lim ko'ksimda balam. Tortinmay chiqavergan." Ma'qul. Rustam shundoq deb bo'lib, dadasining yerlik beshig'i mangdi. Uninggacha cho'ng dadamga yetib keldi. Cho'ng dadam uyga kirib, "İchib qarab beqing balam. Balkim sizga beradigan muhim narsa bo'lish kerak. Yuring." deb mangdi. Udul cho'ng dadam ba uyga kirdik. Cho'ng anam bizni udul supug'il boshlab keldi. Oldimizga non ham choy qo'yib bo'lgandan keyin bizning yenimizda o'ltirdi. Ular birdan Qosimxon akimizning parag'ini qilishib bo'lib, cho'ng dadam, "Endi iching balam, boyanqi yog'liqni. Uning uchun nima borki?" dedi. Dadam asta quyon yanchuqdan yo'gab 4 chasi qilib qo'yilgan yog'liqni dasturxon ustiga asta qo'yib echishga boshladi. Hammamizning ko'zi mushu yog'liqqa markazlashgan edi. Dadam yog'liqni asta echishga boshladi. Yog'liqning ichida nimaning borligiga hammamiz qiziqayotgan bo'lg'achqa ko'zimni yog'liqdan uzmay qarab turdim. Dadam yog'liq ichidan ko'ndirib ketgan bir qutini qo'liga oldi. Lekin yog'liq ichida yana bir parcha xat bor edi. Dadam xatni qo'liga olib, cho'ng dadamga tangladi. Men nima xatdo, nimishqa cho'ng dadamga tanglaydigando deb o'ylab, cho'ng dadamning kayniga o'tib xatga qaradim. Asli bu yangi yiziqda yozilgan xat bo'lg'achqa dadam o'qiy olmagan ekanda, shunga cho'ng dadamga tanglabdi deb o'ylab, asli o'rnimga qaytib kelib o'ltirdim. "Ota, xatni nimalar yozilibdi? Men o'qiyamag'achqa siz bizga o'qib bersangiz." Lekin cho'ng dadam xatdan ko'zini uzmay qarab turadi. Men cho'ng dadamga qarab tursam, uning soqilining titrab ketganini sezdim. Cho'ng anam, Ahmadxon, xatda nimalar yozilibdi? Tursunjon sizga gap qilsami javob bermadingiz. Shundala cho'ng dadamning ko'ziga qarab qo'yib, "Balam, men bu xatni o'qimasam bo'pti-ki. Tuniga Qosimxon sizning uyingizga kirgandilar hammani bilibdi-ki. Men sizga ko'p gap qilmay. Men navri bolarimning biror ishga yo'l qilib kelishini xohlamayman. Shunga yana siz bu yurtdan keting. Shundala bola qazodan qutulib qolasiz." cho'ng dadam shu gaplarni qilib bo'lib, uyga kirib ketish uchun o'rindan turishiga dadam, "Xatni nima debdi? Men bolalarimdan asrayman. Lekin nima ish bo'lsa da'vatsizlar. Albatta, balkim men shuni qarab ish ko'raman." cho'ng dadam turib ketib, "Bo'pti, amiz o'qib beray. Hammamizni omon qilsin." cho'ng dadam shu gapni qilib bo'lib, xatni qayta o'qishga boshladi. "Tursunjon, balkim siz bu xatni ko'rganda Azroil jinim yeb bo'lgan bo'ladi. Lekin mening bundaqli ketkim kelmadi. Sizning bolalaringiz kichik. Men sizning bolalaringizga biror ish bo'lib qilishini, siz kichkiningizdan onangizdan yetim qolgan. Men bolalaringizning yetim bo'lib qilishini xohlamayman. Shunga bu xat orqali sizga bishorat berishni loyiq topdim. Men tunugun o'ylingizga qadam bosgandilar, uyingizning zulmat bilan to'lib ketganligini bildim. Agar odatdagi jin yoki boshqa narsa bo'lgan bo'lsa, uyingizdan neri qilg'ini bo'ladi. Lekin bu odatdagi zulmat emas-ki. Men shuni bilib yetdim. Sizning bolalaringizning birsi berishga bo'lmaydigan bir yerga berib qopti. Bu zulmatga men taqobil tura olmaydi ekanman. Shuning sizni bu uydan ko'chib ketang dedi. Ular uyingizni aygibli yuraydi ekan. O'ylangizga kiribla bir xil odamni sashkan turadigan puraqni purdim. Keynimga yinib ketay desam, darvozangizning oldiga kelib bo'lgan ekanman.
keynimki qaytışqa ko'nglim bo'lmadi. Şunu siz bilan xo'shlashibla qaytdim. Ularning meni hamon izlab kelishini biletdim. Şunu oldin sizga bu xatni tayyorlab qo'ydim. Qutida dumar bor. Buni burun cho'ng dadam menga bergan edi. Ham buni cho'qim ilgisiga topshirib bergan degan edi. Lekin men buning ilgisini kim ekanligini hozirgacha bilmayman. Lekin tunugun o'ylingizga kiribla bu tumar bilan o'ylingizdagi zulmatning bog'lanish borligini his qildim. Chunki tumardagi puroq bilan o'ylingizdagi mudhish puroq o'xshash edi. Men garchi tumar menda tursimi, nima uchun ularning sizning bolalaringizni izlab keladiganligini bilmayman. Esingizda bo'lsin. Ular sizning qaysi bolangizga ko'zi tushganligini bilmay turib, qo'lingizga olma. Bo'lmasa, tumar shu kishining jinini oladi. Men hozir kelguncha bu tumarni bo'ynimga isib baxmadim. Agar mushkichida tinish aman o'tib ketsamlar, sizga cho'qim deb beraman. Tangrim ishlaringizni amal qilsin. Xat mushu yerda tugagan edi. Hammamizning ichi ochiq bo'lib qoldi. Men bir narsa dey dedim-yu, necha qitim yolg'onchi bo'lg'achqa ham cho'ng dadamning gapini yirg'im kelmadi. Cho'ng dadam birdam sukutda turib o'tgandan keyin, "Bolam, ba'zi narsalardan qechib qutulg'ini bo'lmaydi, lekin amalini qilg'ini bo'ladi. Bir mezgil yurtdan ketib turing. Qosmaxon ilm jihatdan azaldan qusur gap qiladigan kishi emas. Garchi namrat bo'lsa-mu, o'z rizqi bilan yashab o'tgan odam. Uning bu xatni sizga berishidagi sabab sizni o'ylagan gap. Shunga vaqtni keyinlik so'ramay, bugun kechida shaharga kirib ketdim. U yerda odam ko'p. Balkim hech nima bo'lmasligingiz mumkin." cho'ng dadam meni yanada chaqirib, "Eningga yaxshi qara, sen xeyli cho'ng bo'lib qolding. U yerga borganda dadang bilan onangga japosanma. Maktabdan bir mezgil qilishing mumkin. Lekin sen cho'qim o'qiy olaysa, bildingmi bolam?" Men asta beshimni lang'ishtib, "Ma'qul cho'ng dada" dedim. Cho'ng dadam yana bir oz duo qilib, dadamga, "Qaytib tayyorlik qilinglar. Men sal turib keyninglardan chiqaman" deb bo'lib, "Oyshamxon, chiqib ozroq non tayyorlab bering. Shaharda hamma nimani pul setib oladigan gap" dedi. Cho'ng onam ma'qul deb ichkirki uyga kirib ketdi. Dadam xo'shlashib yinib uyga keldi. Dadam kiribla o'yildagi qo'ylarni harviga bosqil turdi. Onam hayron bo'lib, "Voy, nima ish qilyapsiz? Qo'ylarni nega opirsiz?" deb so'radi. Dadam, "Jiq gap qilmay, yotgan ko'pi bir narsalaringlarni tayyor qilinglar. Beshimizga bir balo keladigandek turdi. Qosmaxon akamiz o'lish oldida men xat qoldirib qo'yibdi. Otam shundoq deydi. Shunga bir mezgil sayrsallikda o'tadigandak qilamiz. Shunga kirib tayyorlik qilinglar." Voy, u odam uyda necha yil tanho yashab, kallasi ketib qolgan tursa, shu gapga men ishinib yurdingizmi? Uning ustiga balla o'qiyotsa qanday qilamiz? dadam onamga, "Siz nimani bilasizsiz? Pul bo'lsa, nada o'qis bo'ladi. Shahar kirib o'qisaqmi bo'ladi-ku. Men bolalarimni o'ylab shunda da'vatime. Uning ustiga uyimiz sal chatoq bo'lib qopti. Qaysi kuni sizmi ko'rdingiz? Cho'ng bolamiz kecha-kecha jo'ylab chiqdi. Bu yaxshini bishorat emas. Ham Qosim kammo mush to'g'riliq xat qoldirib ketib qopti. Har qancha bo'lsa-mu, o'ladigan chaqda bizga yog'in gap qilmas." Dadam shu gapni qilib bo'lib, harvini sirtqa haydab mangdi. Onamni uyga kirib, yotgan ko'rpalarni yig'ishtirish bilan oldirash edi. Men hamma ishni bilgachga, ya ularga deyolmay, amalsiz qilib Chunki haliqi narsa, agar bu ishni boshqalar deb solsanglar, senmi o'lasan, ham anglagan odam o'ladi, degan bo'lg'achqa deyishdan qo'rqdim. Shularni o'ylab o'ltirsam, cho'ng dadam kirib keldi. Qo'lida bir bo'g'ich turardi. Cho'ng dadam menga qarab, "Bolam, dadang qani? Bozorga qo'ylarni setitaman deb ab tushib ketgan bayam." "Onangchi?" "Ishidagi uyda dars keraklarni yig'ishtiryotdi." Men shularni deb bo'lib, cho'ng dadamni o'ltirishga taklif qildim.
Ma'qul bolam. Buni ola. Yo'lda az bo'lsa shaharga borgan deyasizlar. Cho'ng dadam qo'ldagi bo'g'chini menga tangladi. Onungacha onamni uydan chiqibla cho'ng dadamni ko'rib, voy dada, uyga kirsizlar, sizning kirganlarini bilmabdiman. Bo'ldi bolam. Mushada birdam o'ltiray. Siz ishingizni qilavering. Amiz choy ishkash o'ltirsizlar. Tursunjami uzoq qamay chiqib qola, qo'ylarni bozorga ochiqib seti yutib kiray deb tushib ketgan. Bu jaqqa setibmi bo'lgandi? Anam cho'ng dadamning oldiga bir piyola choy qo'yib qo'ygandan keyin uyga kirib ketdi. Cho'ng dadam meni chaqirib, "Miya, kela bolam." Men osti yeniga bordim. Cho'ng dadam ko'zimning ichiga bir uzun qarab o'tgandan keyin so'radi. "Imarjonning degini dal senkensa bolam. Men boyam dadang boyadi dey desam, sendan bek ansirab, shahardimi xotirjam yashayolmay qilishdan ansirab qolding degina. Qachondan boshlab ular bilan uchrashding?" Men cho'ng dadamning hammani bilib qolganidan ansirab qilib atdim. Men darhol cho'ng dada, so'ramang bo'lamdi. Bo'lmasa ular sizni izlab keladi. Men sizga bir ish bo'p qilishni xohlamayman. Men yig'lamsirab turib, bu gapni aran deyaldim. Cho'ng dadam, "Tushundim bolam. Esingda bo'lsin. Ular oldirab sana tegmasligi mumkin. Lekin Qosim Axunning o'limini unutib qolma. Ular seni izlab kelsimi, ancha qo'rqib ketma. Biri hojati bo'lmasa, sen izlab kelmagan bo'ladi. Bu tumani bo'yningga esib qo'yay. Boyam dadangdan siz manganda beray deb ilib olgan edim." deb qutining og'zini kuchab to'lg'ab echib, xuddi tangiga o'xshash yumaloq bir tumarni qo'liga asta oldi. Demismi, tumardan bir xil badbo'y puroq tiniq o'rilatdi. Tangining yuzida har xil belgilar bo'lib, cho'ng dadam yo'g'igli yipni ajirtib bo'ynimga esib qo'ydi. Men tumarga qarab hayron qilib o'tdim. Tumarning o'ng yuzi tarafda bir iskeletning bosh surati tushirilgan edi. Ham shu iskeletning peshonasidami mushu tumarchilik bir o'rinning belgisi bor edi. Tumarning so'l yuzi tarafida bir tog'ning ham daraxtning surati bor edi. Men tumarni yaqin akelsam, tumardagi o'rmon ko'rinmaydi. Sal yiroqroq tutib qarasam, tog' yo'qolib ketadi. Cho'ng dadam menga qarab, "Bolam, bir narsani bayqadingmi?" Faqat qarab baqdim. Cho'ng dadam choydan birini o'tlab o'tib, "Yana bir ish bolam. Bu qarimushkini yiningdan ayirma. Sal turib, tursunja qaytib kelsa, men deb qo'yay. Yana birasiga berib etmasin." Men sababini so'ray dedim, lekin og'iz ocha olmadim. Chunki hammaga mushu qarimushk sababchi edi. Ichimda har xil ishlarni o'ylab o'tdim. Bu uydan faqat ayrilg'im yo'q edi. Lekin kichik bo'lg'achqa bu ishlarni to'sishga amolim yo'q edi. Faqat cho'nglar nima desa ma'qul demakdan boshqa amolim yo'q. Dadammo hayol bo'lmayla qaytib chiqdi. Cho'ng dadam, "Ajabda chiqibsan-ku bolam. Yo'lda setvatdim. Bir necha bedik do'stlarim uchrab qolgan edi. Shularga berib etdim. Haras, Olimjon Bikago dada. Traktorda yuk taxtlarimizni bozorga olib tushib so'ptika. Ma'qul bolam. Men tushib Olimjongiday. Siz tayyorlik qilavering bolam." deb qo'yib, o'rindan turib mangdi. Dadam boshqa lozim bo'ladigan narsalarni yo'ng adyalga yo'gab o'tdi. Alayzal yarim soatlardan keyin traktorning ovozi anglandi. O'ylining oldiga kelib to'xtagan traktorning ovozidan Olimjon akamning kelib bo'lganini bildim. Olimjon akam o'yliga kiribla, "Bu nemish bo'ldi Tursunja aka? Qosim Axun akamning tuyab ketishi bilanla sizmi shahar ketmay deb tayyor bo'psiz. Dadamdan so'rsam, so'rma debla debamidi. Siz bo'lsingizmi deb berasiz?" "Bo'ldi akam. Bu ishlarni sizning beshingizga kelmasin. Sizmi ortiq so'rmay, bu narsalarni traktorga betishib bersangiz." Olimjon akam sal rozi bo'lgan qiyofatda dadamning qo'liga yo'g'ilgan adyalni qo'liga olib, "Voy nimandaq ig'ar? Nima bor buning ichida?" "Shu akam, shaharda ishiltma deb hunarvanchilikda ishiltadigan saymollarim bor. Uyga qo'yib qo'ysam, bir necha oytil dotlashib qariq kelmas bo'ladi ekan. Ish tutib qolsam, lozim bo'lib qolar deb ilib oldim." "Haras Tursunja aka, angladingizmi? Saqchilar ham qonun doktorlari bu ham
Qosimaxon akamning qabrisini ichib, Qosimaxon akamning jasadini tekshiribdi. Dadam joyida qetib qolgandekla jimida turib qoldi. Nima? Qandoq bo'pti? Shu soqchilar tekshirib, Qosim akamning bo'ynini bir narsa siqib o'ltiribdi deb isbot chiqaribdi. Hozirgacha bir nima demakdas. Sizda piqinga qandoq hayvonda u? Yeshi 60 dan oshib qolgan bir buvoyning bo'ynini siqib o'ltirgidek. Dadam bir narsa deydi-yu, onam chiqibla. Tayyaq bo'ldim. Yotgan ko'plarning hammani yig'ishtirib bo'ldim. Basingiz bo'ladi. Dadam qo'lidagi narsani traktorga besib bo'lib uyga mangdi. Menmi yordamlashib, kuchim yetgan narsalarni besishga boshladim. Cho'ng dadammi chiqdi. Balam, az bo'lsa bu mening ko'nglim. Elimda jiqmi yo'q-ku. Buni ishiltam. Deb dadamning qo'liga ozroq pulni tutqizdi. Dadam olmayman desimi, lozim bo'ldi deb majburiy berdi. Biz hamma narsani mashinaga besib bo'lgandan keyin dadam yana bir qatam uyga kirib, bir qarab o'tgandan keyin eshikni qulflab Olimjon akamga "Ukam, emas o'yla aramga qarab qo'yasiz" deb qo'yib, darvoza eshigining ochqichini Olimjon akamga tutqizdi. Ham cho'ng dadamga "Ota, Qosimaxon akam bergan tumanni bersingiz. Keyinchi lozim bo'lib qolar." Cho'ng tipdagi vahimalik asar Qora Mushuk. Asar avtori İftixor munbaridan Farhodjon Tursun Sirli. 5-qism. Cho'ng dadam menga bir qarab qo'yib, "Balam, o tumar hozircha vaqtliq egisini topdi" deb menga qaradi. Shundala dadam cho'chib, menga qarab, bo'ynimdagi tumarga qarab ketib qoldi. Cho'ng dadam aridim. "Balam, Qosimaxon degan bola del cho'ng bolangizga ba'zi narsalardan qechib qutulgan bo'lmaydi. Hozircha biz banda, amalsiz. Lekin hamon oxirlashadi. Yana bir ish. Cho'ng nevram Farhodning qo'lidagi mushukni boshqalarga berib o'tma. Qosimaxonning yozgan xatidimi bu mushuk? Mushuk balini qo'g'raydi ekan deb yozib ekan. Dadammi? Men bu mushukni uyga kirgan yoqqa cho'ng bolam g'alit bo'lib qolgan edi. Endi tushunganda qilyapman. Qaraganda bu ishlarning sababchisi men o'xshayman deb ko'zidan eqiyotgan tomchi yeshini ikki qo'li bilan surtib o'tdi. Demisimi, dadamga bu yurtdan ayrilib sarson bo'lish oson emas edi. Bizni demagan bo'lsa, jeni chiqib ketsimi, balkim ketmas edi. Dadam o'yliga qaytadan bir qarab o'tib, "Chiqinglar bolalarim" deb hammamizni traktorga chiqardi. Cho'ng dadam, "Amiz yo'lda diqqat qilinglar. Agar turmush jihatdan qiynalsanglar, qachon kelsanglar bo'ladi bolam. Sizlarni ilgimizga topshirdim" deb uzatdi. Traktor asta o'rindan qo'zg'alib, uyning agildigan yeriga kelguncha cho'ng dadam keynimizdan qarab qoldi. Men oxirgi qatim keynimga o'rilib qarag'animda cho'ng dadamning keynidan g'uva bir narsani ko'rgandek bo'ldim. Men darhol Olimjon akamga "Aka, traktorni to'xtating, tez to'xtating" dedim. Traktormi jiddiy turmuzlanib to'xtadi. Men sakrab tushibla agilib uy oldiga qaradim. Cho'ng dadam yo'lning o'ttirisida yetib qolgan edi. Men darhol "Dada, tez bo'ling, cho'ng dadam yetib qopti" dadammi ittik sakrab tushib yugurib uyning oldiga qaytib keldi. Ham cho'ng dadamning beshini tutib, "Olimjon, tez bo'ling, otamni doktorxonaga olib cho'ng dadam aran so'zlab, "Bo'ldi bolam. Tez ketinglar. Men 2 kundan yaxshi bo'lib qolaman. Tez ketinglar" deb dadamning qo'lini ittirib o'tdi. Men o'yli tarafga qaradim. Bir ko'p yip-yeshil ko'z darvozaning yo'chiqidan menga qarab turardi. Men sal qo'rqib dadamning keyniga o'tib oldim. Menga shunchalik g'azab bilan qarab o'tdi. Dadam yan qo'shnimizni chaqirib, "Otamning sal mijoz yo'qtirdi. Sizni birdan qarab turgan bo'lsalar" deb cho'ng dadamni yulab elib mangdi.
qo'shnimizmi? Ma'qul. Qani yuringlar. Siz-chu nega menga edingiz buncha aldirash? Dadam Keyin deb besam, hozir mendan hech nima so'ramagan bo'lsalar. Debla gapni uzib qo'ydi. Shunda qilib dadamni yenib chiqqandan keyin bizmi qaytadan traktorga chiqdik. Menmi qayta keynimga qaramadim. Biz bozorga tushibla shaharga mangadigan mashinaga yuk taqlarni besib yurib ketdik. Mushukni ichiga bosqilib qo'ymag'achqa yuk taq o'rniga qo'yib qo'ydim. Mashina siliq yo'lda tez suratda ilgirlayotdi. To'yuqsiz mashinaning yuk taq bo'limidan taraq-turuq ovozlar anglanishga boshladi. Shoför mashinani to'xtatib qarab beqish uchun tushib ketdi. Uzoq o'tmayla yenib chiqdi. Men mashinaning oldidagi o'rinda bo'lg'achqa shoförning chiroyiga qaradim. Yo'q, shunchalik g'azab bilan menga qarayotdi. Mashinani o'rnidan shundoq tez qo'zg'atgachqa mashinadagi hammalar oldiga surilib ketdi. Mashina hech nimaga qaramasdan ilgirlayotdi. Qanchalik mang'inimiz noma'lum. Shahar ichiga kiribmi qoldik. Shahar ichiga kiribmi, mashina qatnash belgilariga diqqat qilmayla udul bekatga kirdi. Menni oldirib mashinadan tushib ketdim. Endi keyni yuk taqsilingan orqa tarafiga mengishim qila, shoför oldi tarafimdan menga g'azab bilan kelib-o'tdi. Uning ko'zining qor chuqini yeshillik qoplagan bo'lib, ko'zidilla bir xil shumliq yig'ib, qarg'anli odam varqirab ketishi mumkin edi. Shoför kelibla bo'ynimdan oldi. Hammaga sen sababchi, sen cho'qib o'lishi kerak. Sen u yerga bormaysan. Onungacha dadammi kelib, uning qo'lini ajratishga boshladi. Lekin dadam emas, necha odam kelibmi ajrata olmay qoldi. Ko'zlarim qizdirib ketib baratdi. To'yuqsiz degan shunchalik vahimalik kulki ovozi. Meni o'rab turgan kishilar asta keyniga yondi. To'yuqsiz yerga paloqida dumla tushdim. Shoför bo'lsa joyiga urishdan ketgan edi. Dadam meni ko'tarib, ishtik bekatdan chiqib, yo'l bo'yida kira qiladigan bir mashinani to'g'lab kelib, yuk taqimizni besib elib mangdi. Dadam shoförga Bariyaning ismini dedi. Shoförmi bekatdan xili uzoq mang'andan keyin shaharning bir chet rayoniga joylashgan qator maxsus xishtamlar bilan qo'pirilgan tar ko'chining eg'iziga kelib to'xtadi. Ko'cha sel tar, kirsammi kendini gandiramay qolma. Xafa bo'lmasanglar mushat tushib qolsanglar. Dadam, "Bo'ldi" deb pulni to'litib, mashinadan tushib, orqasidan yuk taqlarni tushirishga boshladi. Dadam udul ko'cha ichiga qarab mangdi. Menmi yuk taqning bir burjugini tutib ko'tarishib yotdim. Dadam bir oz mang'andan keyin bir hovlining oldiga kelib to'xtadi. Hovlichi shundoq uzun bo'lib, kengligi bir qancha metr bo'lgan bilan uzun hovli edi. Dadam darvozani yenik urgandan keyin darvozaning yenidagi uydan yeshi xili cho'ng bir ayol chiqdi. Nima ishinglar batdi? Biz bir uy ijara olaylik degan to'q. Bura mening bir tuqqanim, sizlarning uyinglar turibdi-ku. Shunga kelgan. Ayol hammamizga bir qo'rdan qarab o'tgandan keyin "Amsi yuringlar" deb hovlining ichkarisidagi bir uyga boshlab keldi. Uy ichkari ham tashqari bo'lib, balkim yangidan boshqalar ko'chib ketgan bo'lsa kerak. Yer degan axlat bilan to'lib ketgan edi. Dadam uy ijarasini deyish bo'lgandan keyin qaytadan bu uyni tozalashga kirishdik. Onam bo'lsa ko'z yosh qilib, "Bir balan uyni tashlab, xalqning uyini tozalab nima japa bu?" deb qo'shayotdi. Dadam avval menga, ondan onamga qarab qo'yib, ortiq gap qilmay, chilak suv akirayotdi. Dadam mashinadan kelguchimi menga bir eg'iz gap qilmadi. Balkim payti kelmadi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Tozlaydiganni tozalab, ochiqadiganni ochiqib, agirdiganni agirib, kech bo'lganda aran uyga kirgidek qildik. Deb endi o'ldirishimizga qo'rusqimizdan echib ketgani esimizga keldi. Dadam, "Yuringlar, ko'chig'izda oshxona bor ekan. Bugun sirtda tomoq yeb kiraylik. Shu banada bu ko'chi bilan tanishib olinglar.
keyin o'zinglar yolg'iz chiqqanda ezib qolmanglar yana. Deb illiqini kulib qo'ydi. Onamning uyda tamoq etay, tezlik pishidi deganlarga unamay boshlab mangdi. Men o'yildan chiqibla yuragimni ansizlik chirmib oldi. O'ylining o'tul tarpi, ikki tarpi so'qmatam o'tirisida qurib qoqshal bo'lib ketgan daraxt shoxlari ham bir qancha tip qeyri daraxtlar bor edi. Dadam mening o'tulga sap solganimni bilgan bo'lsa kerak, ostim yuramdan tutib o'zining oldiga elib oldi. Men beshimni tuvan selib, ko'zimdan oqqan ikki tomchi yeshimni surtib otdim. Mening kasobatimdan bir oylik kishilar musofir bo'lib, nelarda yurarmiz? Shularni o'ylab, beshimni tuvan selib menvassam, oshxona mulozimachisining varqirgan ovozi anglandi. Mehmon keldi. Choy qo'yinglar. Sapqini, ichiga yuringlar. Deb bizni boshlab mangdi. Bizmo sal tomchatdiki bir jo'zg'a o'ralashdik. Tamoqmo tizli chiqdi. Yenib chiqadigan vaqtda oshpaz menga ko'zining qo'yrug'ida qarab o'tadi. Qisqasi, menga emas, bo'ynimdagi tumarga qarab o'tadi. Men tumarni ko'ynagimning ichiga tiqib etdim. Qaytib mangandimmo, men keynimga bir qancha qatam qaradim. Oshpaz biz tarkuchi eg'izga qayrilguncha mendan ko'zini uzmay qarab turadi. Uyga kirsak, mushuk karvatning ostidan o'mlab chiqdi. Menmo bayam oshxonadan elib olgan ozroq oshning qoldiqini oldinga qo'yib berdim. Qiziq yeri, u bu qatam faqat qarab qo'yibla, oldimga kelib atrofimni bir qancha qadam cho'ylab chiqdi. Yuragim sal so'qish boshladi. Bu yaxshilikning bisharati emas edi. Men sal o'duqib, ittik yangi solgan kigizga chiqib o'tirdim. Dadam mushukni osti ko'tarib, ichkirki uyga akirib qo'yib bergan chig'i, mushuk yana tizli yenimga kelib yotdi. Turibla shundoq kichik tarat qilg'im keldi. Osti o'rnimdan turib, sirtqa mansam, dadam, "Nega borsa bolam? Bir ish bo'lmaganda?" "Yaqay, hech ish yo'q. Tozlig'iga kirib chiqay degan. Rost nadikan deb bering-a." "Yura, seni boshlab chiqay." "Ansirmang-a. Men ya inimda kichik bola bo'lmasam, mushukni elib olay. Sizdan xijil bo'ldi ekanman." "Bo'pti. Darvozadan chiqsang, so'l tarafdagi yog'och ishik bor-ku, shuka. Amsi diqqat qilib chiqqan-a?" Ma'qul deb sirtqa mangdim. Mushukmi tang agishib chiqdi. Darvozadan chiqibla o'tilga qaramayman deb o'ylasammi, ko'zim ketib qolib Tozliq uyigimi shundoq tasdi qo'rqib kirdim. Chiqashimda tezlik kirib ketaman deb oldimga amdi necha qadam mengishimga mushukning miyanglagan ovozi anglandi. Joyimda qetibli qoldim. Men osti keynimga qarab mushukka qaradim. Mushuk o'tuldagi bir nuqtaga tikilib qarab o'tadi. Menmi beshimga nima kelsin deb osta daraxt shoxlari tarafga mangdim. Ancha-muncha shiriqshigan ovozni hisob qilmaganda jimjit edi. Tuyuqsiz bir narsa shundoq tiz oldimga kelibla, bo'ynimdan kappida tutib, eski tamliq elib mangdi. Varqiray desammi, ovozim chiqmay o'tadi. Mushuk, lekin men mushukning kayni-kaynidan miyanglab turganini anglab turib o'tadim. O narsa meni putumdan yerga tekkizmagandek holatda shuncha tiz daraxt orqasiga bir tomdan bulung'a elib keldi. Ham tomga qattiq birini ustirib, ko'zimning ichiga qarab o'tadi. Bu zodi nimidi? Men varqiray olmayman. Ya yig'lay desammi, ko'zlarimdan yoshning chiqishi mumkin emas edi. Men uning qo'lini ko'ra olmadim, lekin bo'ynimni siqib turgan aniq edi. O taraqida bir qancha sekund turib o'tgandan keyin qip-qizil ko'zini ostida ko'zimning uzlig'i akeldi. Nemish faqat chiroyini ko'rgil bo'ldi. Badanimning qolgan qismini nemish ko'ra olmayman. Men shularni tasdi o'ylab tursam, uning tuyuqsizla Doğargızki mensu, o müşkün uzak kurda bulamaydı. Sen misin yok kını bitmen de vatamsa. Tumardım anı be. Onun avazı şunçilik korkunuşluk hem bekli xira anılını vatattı. Men sel tipçeklip kılıp vatattım. Tuyuqsiz, keynimdila müşkünün avazı anılandı. Sıkılgan boynum şu haman boşap, can qalmagan putum özünü boshqurolmay yerdila o'ltirib qoldim. Yeliqi narsa qandoq paydo bo'lgan bo'lsa, shundoq yo'qab ketdi. Men mushukka qarab eg'izimni kappida etib oldim. Mushuk uningdan qo'rqinchli bo'lib ketgan bo'lib, bosh qismi allaburun qurib qoqshal bo'lib ketgan iskelet. Ko'zining ichini asla ko'rgil bo'lmaydi.
faqat yeşil holatda yurib, bir xil yeşil nur kuyayotgandek ko'rinadi. Oldimda bir cho'gilabla haliqi chedirda ko'rgan narsa yana paydo bo'ldi. Men osti o'rnimdan turib, uning gap qilmoqchi bo'ldim. Lekin u bilib qolgandekla. Bo'yningdagi tumani ching saqla. Ham putundagi belgini hech kimga ko'rsatma. Hozircha ular seni cheklolmaydi. Tumani faqat ularning eng cho'ng ota-onani tuta oladi. Bo'lmasa boshqalar tutolmaydi. Albatta, sizlar insonlar tuta olasizlar. Lekin kim bu tumani tutsa, shu o'ladi. O'limimi bek ichinishlik bo'ladi. O, shu gapni deb bo'lishiga dadamning varqirgan ovozi anglandi. O tuyuqsiz g'oyib bo'ldi. Mening to'xtab tur degan ovozimmi havoda laylab qoldi. Men eg'ir putumni so'rab, eski tom ichidan chiqdim. Nek badang bolam. Tozliq qo'yib bu yerda tursa, sen nima deb eski tomda yuraysan? Deb savol so'roqqa tushib ketdi. Men bir yig'ilib dedim-yu, lekin ortiq gap qilmay, endi unda qilmayman debla gapni tugatdim. Balkim dadam bilib bo'lgan chig'i. Bo'pti amisa. Yura, kirib ketayli. Deb o'yliq elib mangdi. Uyga kirib, onamning bir muncha topi tanisini anglab bo'lgandan keyin, oram deganda ichidagi uyga kirib uxlash uchun mangdim. Kallamda nadin keldiki, bir g'ayrat agib kelyotdi. Men cho'qim sababini bilishim kerak. Ular zodi kim? Bu tumarning nima xosiyati bor? Nimishqa meni tanlaydi? Men cho'qim bilishim kerak. Bugun kecha cho'qim so'rayman. Men shularni xiyol qilib etib, burunroq uxlagan bo'lib yetib oldim. Mushukmu asli qiyofatiga qaytib, yeniga kelib yotdi. Men mushukdan o'zimni sal chatga oldim. Bayamqi qiyofati meni sal sur bosqizib qo'yotdi. Tokmi o'chdi. Qiziq. Dadam nimishqa mendan biror gapni so'ramaydigandi. Xuddi hammani bildigandekla. Bo'ldi, birdam uxlab olay. Men shularni o'ylab, beshimni yotqanga purkab, yerimgacha bo'lishini kutdim. Qachonlarda mudab qoldimkin, ishqining jaloq qilib, shundoq sat echilib, bir kimlarning qimirlama degan ovozi o'yni bir olgan edi. Nima ish bo'lganini bilolmay qoldim. Tokning tuyuqsiz yenishi bilan oldimdagilarga qarab nima qilishimni bilolmay, osta teshidagi uyga chiqdim. Hali sirtga chiqaman deb kiyimlarimni solmayotgan edim. Cho'ng tipdagi vahimalik asar Qora Mushuk. Asar avtori İftixor munbaridan Farhodjon Tursun Sirliq. Altıncı qism. Qarasam, dadamning qo'lida ko'yza, ikki müriste ikki soqchining qo'li dadamning peshini egib turgan edi. Tursun Ahmet degan sen shumi? He, men shu. Men nima jinoyat o'tkazdim? Meni nima ish tutsizlar? Bo'ldi, qog'in idar qilgan so'ra. Ipinglar. Shunda qilib dadamni elib chiqib ketdi. Bizga bir eg'izmi gap qilish fursati bermadi. Bizmo kechichi uxlamay tongni otqizdik. Albatta, qo'shnilarmi uyg'onib ketgachga turib sirtdan gudung ovozlar og'ilib qolatdi. Tongmi otdi. Amdla 4 yosh kirgan singlim yig'lab g'alva qilishga boshladi. Anam bizga choy tayyorlab berib bo'lgandan keyin menga Yine sing'illaringizga yaxshi qarab turing bolam. Men dadingizni qaysi o'rindan nemishqa tutib ketdi bir surishtirib kelay. deb chiqib ketdi. Endi bu uyda faqat uchimizda qoldik. Tushga yaqin onam qaytib keldi. O uyga kiribla g'amga cho'kib ketdi. Nimalarni xiyol qilib degan tong, singlim yeniga berib g'alva qilib yig'lasimi, kori bo'lmadi. Oxiri men osti yeniga berib so'rdim. Ana, dadam nerede? Anam eğir bir ufsunu bitip. Dadingizni yurtdagi saqchixonaga akitibdi bolam. Hozircha nemishqa tutib ketdi belgili bo'lmadi. Qaraganda men yurtga bir berib kelmasam bo'lmag'idek. Qo'zqonlarni echib ketdi. Men bir tomoq qilib beray sizlarga. Deb o'rindan osti turib, sayadalashga boshladi. Men yugurib ishlarni qilib, tomoqni tizlib pishdi.
Anam tamoqni hammamizga usib bergandan keyin ishkirdagi uyga kirib ketdi. Men so'radim. Ana, siz tamoq yemamsiz? Yo'q bolam, bo'ldi sizlar yeveringlar. Hozir kelimdan bir nima o'tmaydi. Men eng yaxshisi balduroq berib baldur yenib keldigan ishni qilay. Rost Paratjon bolam, navoda men kechda kelamasam, ini singlaringizga o'ptaroq yeydigan narsa qilib bering, a? Men ma'qullarni ansirmang. Men ularni och qo'ymayman, deb ko'ngilni xotirjam qildim. Anam ishkirdagi uydan chiqib, menga ozroq parcha-parcha pul beribla. Amsi men mangdim, uyga yaxshi qaranglar, bolam, deb qo'yib chiqib ketdi. Men ishikni ichidan taqib etib, enimning rasmli kitobini ko'rib o'tiratdim. Tuyuqsiz ishik chekildi. Men beribla ishini olsam, uyning egisi ekan. Bolam, dadingiz, anangiz bormi uyda? Men yo'q edi. Dadamning yeniga ketgan. Biror ishlari bormidi? Kelsa men deb qo'yay. Ha, bo'ldi bolam. Undaq bo'lsa anangiz kelsa bir deb qo'ying, a? Men bilan ko'rishib o'tsin. Deb kayniga yondi. Men qoidadan ishikni taqab o'ltirdim. Albatta, singlim kichik bo'lg'achqa ancha-muncha g'alvimni qilib qo'yatdi. Kashma bo'ldi. Anam texchi qaytib kelmay yotdi. Asta-asta qorong'i tushishga boshladi. Lekin ya dadamdan, ya onamdan xabar yo'q. Men enim bilan singlimning qo'rsqini to'qlab bo'lgandan keyin somkamdan kitobimni elib, xanzochi xatlarni o'rganishga boshladim. Maktabdagi chog'larimdami xanzochi oddiy so'zlarni xili pishib bilatdim. Shunga har qatimliq imtihonlarda sinfni oldida mangatdim. Mukofotlash faoliyatlarida mening ismim chiqmay qolmaydi. Men shularni xiyol qilib turganimda singlimning "Aka, sevgim kelib ketdi" degan ovozi xiyolimni bo'lib etdi. Men mushundaq vaqtida sigiz kelamdi. Keyin oyog'ingizni deb ozroq o'dirlab sirt kelib mangdim. Toziriq uyning oldiga kelib, uni kirgizib o'tib, men sirt saqlab turdim. Omi chiqdi, lekin o'zimning qistig'il turdi. Uning ustiga qorong'i tushib ketgachga, uni sirtda saqlab turing deyishga ko'nglim unimay, uningga "Siz kirib keting, men keyningizdan qarab turay. Men sal turib keray" deb uni avval o'ylig'i mang'uzib etdim. U uyga kirib bo'lgandan keyin men keynib yenib, tozliq uyini oldiga keldim. Endi ichiga kiray deb tursam, bir yerdan gudung-gudung ovoz anglandi. Men keynimga qarasam, yiroqda ikki odamning simasi ko'rindi. Men "Bo'ldila, yo'ldan o'tganlar bo'lsa kerak" deb ancha e'ron qilmay ichiga kirib ketdim. Endi eshikni ochib teshig'i chiqishimg'ila noma'lum bir qo'lning eg'izini etishi bilan yana ikki qo'l mo'ramdan tutibla udul heliga eski tomliq akirdi. Men kechi bo'lg'achqa hech nimani anqira olmay qoldim. Ular meni tomning ichkirisidagi daraxt shoxlarining orqasiga olib borib, ondan mo'ramni qo'yib berdi-yu, gelimga sovuq bir narsani tangladi. Vaqirma shon. Elbika o'lkang mushaq shumarsit qildi. Men qo'rqib gapni qila olmay qolib Heli tuman chiqira. Men oramda duduqlab. Qaysi tuman deysizlar? Ya armiya, qaysi kuni ochganda bo'yning qisib olgan tuman deymi? Bo'mis bo'g'izlab tashlaymi? Bu netes? Ular chiroyini qorilati bilan etib olgan edi. Lekin men ularning birisini tunigandek qildim. Cho'qim meliq kuni ochganda tomoq yeganda keynimdan uzoqqa chiqargan oshpaz shu. Men darvish ularni xiyol qilayotganda yana birsi eg'iz ochdi. Bo'ldi, vaqtni so'zmayli. Agar tumar hozirmi bo'ynida bo'lsa, cho'qim ba, o'zinglamamsa. Men yo'q deyishga ulgurmadim. Uning qo'li bo'ynimga tegib bo'lgan edi. Voz qilgan ovoz bilan tang tumarning yipi uzilib, uning qo'lig'i chiqib bo'ldi. U tumarni sinchlab qarayotganda, men uning kayniga qarab, osti bir qadam kaynimga yenib, tomg'i choplashgan holatda turdim. Shunka? Dal o'z shu. Bo'ldi, yura tez ketayli. Elbika vaqirmisan? Ular shu gapni qilib bo'lib, kayniga yenishig'ila, ularning kaynidagi havoda laylab turgan ko'zlari yep-yeshil, xuddi taratgan tumonga o'xshash. Lekin ularning ko'zi bilan yuzini farq qilg'ili bo'ladi. Qolgan qismini aniq ko'rgili bo'lmaydi. Ular bir-birisiga qarashib, "Bu nima?"
ikki tuman alvastisi ularni laylatib, yer yuzidan xili bakla egizib ko'tiribla, ularning atrofida qo'yindek cho'gilayotdi. Tuman alvastisi ularning badanining ichidan o'tib, birisi ustidan kelsa, birisi osti tarafidan kelib, xuddi pomzakdekla aylanib, ularning badanining ichidan chiqyotdi. Surati bakilsiz bo'lib, men qo'rqib ketganimdan yuzimni ching etib oldim. Lekin bir qo'limning orliqida qarab qo'yatdim. Tuyuqsiz "a" degan qattiq bir ovozdan keyin gup qilgan ovoz anglandi. Men osti qo'limni qayrib, ularga qarab tenim sho'rkinib ketdi. Ularning badani xuddi o'tmi tushib bo'lib ketgandek, badanida birmi go'sht qolmagan edi. Xuddi hozirla terisini shulib, kuchni elib olgandekla. Men ya qaytishimni, ya varqirishimni bilmadim. O'zimningmi shularning kuniga tushib kelishimdan qo'rqib, titrayotgan putlarimni test kontrol qilib turayotgan shu paytimda ular osti men tarafga yaqinlab keldi. "Ah, endi men tugashdim. Ana siz nerede? Dada siz nerede?" Ardın ko'z oldimga heliq tumar ustidan sangilab tushdi. Bu tumarning yipini tutib olgan bo'lib, garchi qo'lini ko'rolmasammi, bo'ynimga osti selib qo'ydi. Ham ikki mo'ramni ko'tiribla, odul o'ylini oldi qo'yibla, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Men yugurib uyga kirdim. Odul karvatga berib o'ltirib, yeshimni surtib o'tib, eg'ir ting'il turdim. Enim yenimga kelib, "Aka, sen bir şey olmagandı?" mening uningga qarashqimga majolim yo'q. Gapmi qilmay, tiniqimni bosolmay tursam, o'yladim, qo'shnilarning ovozlari anglandi. Sirtda birisining qattiq vaqirgan ovoz chiqyotdi-ku. Tez qarab boqayli. Bo'ylining ichidan kimlarningdir oldirab sirtqa mangan, yugurgan oyoq ovozlari anglanishga boshladi. Men sal asli holatimga kelib bo'lgandan keyin ishni ost echib, bo'ynimni sirtqa chiqarib qarasam, o'ylining oldi liq odamlar bilan to'libdi. "Aka, yurib bizmi qarab boqayli, nima ish oldi?" Men enimning rayini yondirmaslik uchun osti qadamlar bilan o'ylining oldiga chiqdim. Baya texi anglangan. He, bizmi anglagan. Yugurib chiqsak hech nima yo'q. Qo'shnilarning ham yontamdagi uydagilarning ovozi qo'shilib, varang-churung dastidan taraf-tarafdan odamlar yig'ilg'il turdi. Oradan birisi: "Qaysinglar qo'lchiroq ba? Tomliq kirib boqayli." Ovoz mushadan chiqqan bo'lmasa yana. Kayni-kayndan bir necha qo'lchiroq yo'rg'il turdi. 30 yoshning qarasini olgan ikkilan qo'lchiroqni ko'tarib, shox-shumbi ichini yo'ritib, ichiga qadam-qadam kirib ketdi. Hammaning ko'zi shu yoqda edi. Tuyuqsizlar "a" degan ovoz hammani cho'chitibdi. Men sal darvozaning ichiga so'rildim. Paloq buluq yugurgan ovozdan keyin haliq ikkilan oldi-keynigimga qaramay yugurib qochib chiqdi. "Voy, nim bo'ldi? Nim bo'pti?" Ular hozirab odamlar to'piga ulgurib kelibla, hozirab ballarini egib, gapmi qila olmayotdi. Ularning chiroyida qonidor yo'q bo'lib, agar yuziga yana ozroqli yo'riqlik tushsa, oq yuzlik olmasidan qilishmog'idek darajada edi. "O yedi, ishki jasad boyka." Yuringlar berib ko'rib qo'yayli. "Yo'q, bormanglar. Ular bekki ichilishli qolibdi. Xuddi skeletdek." Ardın birisi gap qo'shdi. "Shundoq bo'lsin, berib boqayli. Ularmi odamda?" Yana biri: "Tesaqchiq ma'lum qilayli." Nechisi qo'llariga kichik siyrakdan do'q ish qilib, yangi chiqqan telefonlarni elishib, bir nimalarni deb ketib boratdi. Shu orliqda bir nechisi kirib ketib, varqirishib yenib chiqdi. "Ballarni yaqin ekanmanglar, ko'msin." Qo'shnilar bolalarni uyga elib kirib ketib uzoq o'tmayla qo'llariga to'g'ri somkalarni ko'tarib olgan, ustisiga soqchi formasi kiygan bir turkum qonun idorachilari soqchi mashinasini uyuldatib kirib keldi. Ular avval bu eski tamliqqa bir uzun sinib tortib olgandan keyin ishida bir nimalarni deyishyotdi. Uzoq o'tmayla qo'lida ikki doktor arvisini ko'targan ikki oq xalatli soqchi kirib ketib, ularni besib chiqdi. Garchi ularning qolgan badanini ko'rgil bo'lmasa-mu, putini ko'rgil bo'ladi. Puti xuddi oqlab tashlab yog'ochdek bo'lib qolgan edi. Men buni ko'rib ichimda, "Hey, men nima kunni ko'rarman? Qachonni bulardan qutulaman?" deganni o'yladim. Shularni o'ylab turib, ko'zim o'dliq ketib qolg'achqimikin, o'duldagi tomning ustida bir jup yeshil ko'zni ko'rib, yurakim jig'idi qilib qoldi. Asta enimni
yurak kirib ketayli deb uyga boshlab kirdim. Enim bilan uyga kirib, uzoq o'tmayla hovlidan yana bir turkum kishilarning oyoq ovozi anglandi. Men nima ish bo'lgani deb ishini ochib qarab boqay deb amdilla ishini oldiga berishimga ishning taq qilib chekilgan ovoz anglandi. Men qo'limni suzibla ishini ochdim. Oldimda ikki soqchi turibdi. Uyda cho'nglar bormi? Men yo'q. Amisa, senden cho'nglar bormi? Men orqamga qarab qo'yib, yo'q, men balaning eng cho'ngi. Ular uy ichiga bo'ynini suzib bir qo'l qarab o'tgandan keyin boyan bir ahvol sezdingmi? Masalan, birasining mushu ho'ylining atrofida menib yurganini yoki shikalda turganini. Men nima deyishimni bilmay sal tamtarib qoldim ekan. Ularning diqqatini o'zimga tortib qo'ygan o'xshayman. Ordan bir eg'iz ochdi. Qo'rqma, ko'rgan bo'lsang davagan. Biz sen qo'g'daymiz. Men yo'q, ko'rmadim. Baya singlimning sigirsi kelib ketibdi ekan. Shuni tozliq uyga chiqqan. Yenib kirishimga o'ylidan qo'shnilarning sirtqa yugurib mang'inini ko'rdim. Cho'nglar ketdi. Dadamni kechidan saqchilar tutib chiqib ketgan. Anam shu dadamning yeniga ketdi. Nima chiqib tutib ketdi? Men osti yeshimni surtib, bilmayman dedim. Ular bo'ldi. Ishni chandiqab sirtqa chiqmanglar deb qo'yib, kayniga yandi. Men ishni qaytadan taqib sirtdagi ovozlarga quloq solib o'tirdim. Lekin kallamda har xil xiyollar paydo bo'lib o'tdi. Ular nimishqi Putumani qiziqib qolgandi? Acaba Putumaning xosiyatini bilamdigandi? Yo'q. Putumaning nima xosiyati borligini men aniq bilmaydigan tursam. Yana kelib Qosim akam o'lish oldida faqat Putumarni tuman olvastis talagan odam bo'yniga ossin deb degan. Shunga cho'g'lidan bo'ynimga isib qo'ydi. Lekin Qosim akam Putumar nereden keldi, qanday xosiyati bor, nimishq aniq demagandi. Men shularni o'ylab, kallamni ching tutib, bir silkayotgandan keyin osti o'rnimdan turib, ko'na odatim bo'yicha darslik kitobimni ko'rishga boshladim. O'yli ichidagi qo'shnilarning ovozlarini yo'qab, qaytadan jimjitlik cho'mishga boshladi. Faqat turib ba'zilarning o'ylidagi qoqma qo'duqdan suv tortayotgandagi ovoz anglanib qoladi. Men osta teshidagi uyga chiqsam, inim bilan singlim olliburut o'ngda tur yetib uyquga ketgan edi. Men singlimni ko'tarib, inimning yeniga olib yotqizib, ustiga bir yotqanni yeb qo'ygandan keyin men uxlash uchun tayyorlik qildim. Pat deraza tarafga qarab qo'yatdim. Suv chiligi derazaning ostida bo'lg'achqa qo'rqibmi bora olmay, inimni suv elivitishga buyuraydim. Hozirmi ozroq uslab turib-atdim. Men esimda yo'qla. Oblikim, suv elivitavkam. Men osti u tarafga qaradim. Allah, u uxlab bo'ldiras. Endi o'zim boramanmi? Xap qo'yning bolasi, shundaqmi burun uxlolgan bormi? deb soatga qaradim. Soat istalagisi 11dan 30 ni ko'rsatib turardi. Men o'zim tushay endi deb ichimda biladigan ikki eg'iz gapni davatib, sapmi kashimni kiyib, suvchilik tarafga mangdim. O'zim sal yiroqroq turib olib, qo'limni suvchilik ichidagi nogo'ga uzatdim. Tutib oldim. Bir noga suvni elib, qo'limni osti kayniga suzib turishimga, ko'zim deraza oldidagi qip-qizil bir cho'p ko'zga tushdi. U derazaga ching choplashib qarayotganda qiladi. Men qo'rqib ketib, qo'limdagi nogaymi tarang turunglar yerga tushib ketdi. Men bo'lsam, kaynimga necha dojib, yerga nefes silingan gilam ustida o'tirib qoldim. Tuyuqsiz, degan ovozdan kiyinla, qutquzinglar deb bir ayolning echinishli ovozi anglanib ketdi. Gup qilgan ovozdan kiyinla, hovli ichidagi qo'shnilarning chiroqlari qaytadan yenib, kimlarning eshiklari taraqchib echilgan ovozlar bilan to'lib ketdi. Keynidilla yana bir qanchalarning varqirgan ovozidan keyin darvoza tarafdanmi kimlarning yugurib kirgandagi oyoq ovozi xuddi yer tavravotgandek bilinayotdi. Men bo'lsam, qo'rqish ichida texchi esim kelolmayotdim. Yenimdagi singlimning yig'ilgan ovozini anglab, xuddi kaynimda shular bordagini his qildim-mu qandoq, ittik kaynimga qarab ketdim.